Yolg'iz bo'lani bugun sizlar bilan koreys tilidagi oddiy gaplarni topik darajasida qanday talaffuz qilinishini aytilishini ko'rib chiqamiz. Misol uchun, 비가 많이 와서 길이 막혔어요. Bu oddiy, yomg'ir ko'p yoqqani sababli yo'llar tirband bo'ldi. Aynan shu gapning topik darajasida pog'oraine toroga shimhagi choncha tiyosinglar deyiladi. Ya'ni kuchli yomg'ir sababli yo'llarda jiddiy tirbandlik yuzaga keldi ma'nosida. Va yana mulgon kagogi ma'ni ollassoyo. Mahsulotning narxi ancha ko'tarildi. Aynan shu gapning topik darajasida mulga sansimuraine sankum kagogi kegi inson tiyosinglar desa bo'ladi. Ya'ni narx-navoning o'sishi sababli mahsulotlarning narxi ancha ko'tarilib ketdi ma'nosida. Va yana bir misol ko'rib qo'yamiz. Shigani afsosi subjel motessoyo. Vaqti bo'lmagani sababli uyga vazifasini qila olmadim. Aynan shu gapning topik darajasida shigani bujoqayo kvajel vanson haji motessimlar desa bo'ladi. Ya'ni vaqtim yetishmaganligi sababli topshiriqni oxirigacha yakunlay olmadim ma'nosida. Do'stlarim, izohlar bo'limiga yozing. Qaysi tildagi oddiy gaplarni murakkab topik darajasiga o'zgartirishimizni xohlaysiz?